Toshkent shahar Yakkasaroy tumanidan uy so'raganligi hamma mebel texnikasi bilan shikarni uy topib qo'ydim. Zalni ko'ringlar kattaligini. Mana shu ko'rib turgan hamma mebel, televizor texnikalarigacha qoladi dotli. Balkonlari 3 ga 6, 5-etajda 4-qavatida joylashgan uyimiz. Uyimiz Yakkasaroy tumanida eng zo'r lokatsiyalardan bittasi. Bobur parkini ro'parasida 2-liniyada joylashgan. Mana bu kiraverishimiz hol. Xo'p, mana bu yoqda yana bitta xonasi bor. Ahamiyat bersanglar, bu yerda ham konditsionerlari bor ekan. Mana bu yoq spalnik, mana bu mebellar, qimmat mebellar ekan. Hozir uy egasi polni hamma narsasi bilan sotib yuboraman dedilar. Uyimiz 101 kvadratdan iborat. Mana bu narsasiga 5 ketdim lekin bu. Ha, qarang. Knopkalar bor ekan, tirs bosib endi yoqaverar ekan. Xo'p, mana bu joyda oshxonamiz. Mana oshxonani ko'rib turibsizlar. Yangi qimmat mebel texnikalar joylashtirib qo'yilgan ekan. Uyimizning narxi 113 ming deyishyapti. Nomerlarini qoldiraman, telefon qilsanglar, o't beradigan joylari ham bo'ladi.